Kafe va restoranlarda palon pulga sotiladigan shu ponchikni uy sharoitida arzirmagan pulga tayyorlaymiz. Manda retseptim asosida tayyorlasangiz, kafelarnikidan ham zo'r bo'lib chiqadi. Shunda retseptga bitta layka bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi endi. Idishga 250 ml iliq sutni quyamiz. Men Pure Milky sutlardan foydalandim. 3 osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq tuz va 1 osh qoshiqda dro'ja solib yaxshilab aralashtiramiz. Bitta butun tuxum va 2 ta tuxumni sarig'ini solamiz va yana aralashtiramiz. 600 gram unni yarmini elab solamiz va yarim tayyor xamir holiga keltiramiz. 100 gram saryog'ni solamiz, yaxshilab aralashtirib, unni ham qolgan qismini solib, xamirni shu ko'rinishga keltiramiz. Ustini yopamiz va yaxshilab xamirni oshiramiz. Oshib chiqqan xamirimizni kichik bo'laklarga bo'lib olamiz. Pergament qog'oziga qo'yamiz, 15 daqiqa yana oshiramiz. Videoda ko'rsatilganidek qilib biroz bosib chiqamiz va o'rtasini dumaloq narsa yordamida teshib olamiz. Eng asosiy siri shu ko'rinishda yana 10 daqiqa oshiramiz. Oldindan past olovda qizib turgan yog'imizga birin-ketin solib, tomonini chiroyli qizarguncha pishirib olamiz. Olov baland bo'lmasligi kerak, bo'lmasa ichi pishmay qoladi. Haqiqiy amerikanskiy donats bo'lish uchun ustini shokolad bilan qoplaymiz. Buning uchun bitta plitka shokoladini eritib, 1 osh qoshiq miqdorida o'simlik yog'i qo'shib, yaxshilab aralashtiriladi va ponchiklarimizni bir tomonini shu shokoladga botirib olamiz. Ustini yasatish uchun mazgushonkadan foydalandim. Siz xohlagan narsangizdan foydalanishingiz mumkin. To'g'risini ayting, o'xshadimi, yo'qmi? Fikringizni kommentariyada yozib keting. Video sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishingiz sizdan chiqmasin. Ha, aytgancha, bundan ham kreativ retseptlarning hali hammasi oldinda.